treyderlar, hafta bozorlarida tinch boshlandi. Bozor o'zgartiruvchanligi oshiradigan muhim ma'lumotlar e'lon qilinmadi. Oltin 1 unsasi uchun $4000 atrofida savdolashmoqda. Dow Jones, Nasdaq va S&P 500 indekslari esa AI sun'iy intellekt aksiyalarining kuchli o'sishi hisobiga o'sishni davom ettirmoqda. FactSet ma'lumotlariga ko'ra, 3-chorak hisoblarni taqdim etgan 300 ta kompaniyaning 80% dan ortig'i kutilgan natijalardan yaxshiroq natija ko'rsatdi. Bu esa aksiyalar bozoridagi rallini qo'llab-quvvatlamoqda. Shunga qaramay, AQSh hukumati ishning to'xtab qolishi xavfi hali ham bozorlar ustida osilib turibdi. Bu esa investorlarni ehtiyotkor bo'lishga majbur qilmoqda. Endi treyderlar e'tiborini xususiy sektor ma'lumotlariga qaratishmoqda. ADP bandlik hisobotiga va ICM ishlab chiqarish PMI indeksiga, ikkalasi ham ertaga e'lon qilinadi. Bugun Avstraliya Markaziy banki foiz stavkalarini o'zgartirmasligi kutilmoqda. Avstraliya dollari biroz zaiflashgan, AQSh dollari esa mustahkam turibdi. 99.98 darajasida. Fed vakili Austin Gulsi esa kelajakdagi stavka pasayishlari bo'yicha hali qaror qilmaganini aytdi. Diqqatli bo'ling va aql bilan savdo qiling. Ertaga yana bozor yangiliklari bilan CPT'da ko'rishguncha, xayr.